O'tgan videoda biz sizlar bilan mahsulotlarni qo'shishni ko'rib chiqdik. Endi ushbu mahsulotlarni sotish uchun HIPPO tizimida mijozlar kerak. O'sha mijozlar bilan ishlash bo'limini, ya'ni CRM bo'limini endi ko'rib chiqamiz. Uning uchun CRM bo'limiga kiramiz, o'sha kontragentlar bo'limiga kiramiz va bu yerda ko'rayotganimiz hozirgi holatda bizda mijozlarimiz bor. Endi bizda yangi mijoz qo'shishni ikki xil usuli bor. Birinchisi bu har bittasini o'zingiz donalab qo'shasiz. Kirganingizdan keyin bu odamni tanlaysiz, mijoz, yetkazib beruvchi yoki ikkalasi. HIPPO tizimida kontragentlar bor. Kontragentlar ular ham mijozlar, ham mol yetkazib beradigan odamlar. Bir vaqtda siz bitta odam ham mijoz, ham kontragent bo'lishi mumkin. Bu narsa bozorda kuzatilgan va bu normal holat. Endi siz har doim mijoz qo'shayotganingizda tanlab ketishingiz kerak bo'ladi. Ushbu odam sizga kim bo'ladi? Mijoz bo'ladimi, yetkazib beruvchi bo'ladimi? Xo'p, endi ismini yozamiz. Misol uchun nomi degan joyiga Jamshid. Endi Jamshid degan odamlar bu dunyoda ko'p bo'lganligi uchun, aytaylik, har bitta ismni analogi bo'lganligi uchun, sizni ham Jamshid degan tanishingiz ko'p bo'lganligi uchun buni yoniga qo'shimcha qanaqadir ma'lumot yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsa do'konning adresi bo'lishi mumkin, joylashgan joyi yoki kontaktingizni saqlab qolganingizda qanaqadir Jamshid nimadir yoki o'sha Jamshid yoniga nomeri 97lik misol uchun 258 66 44 97lik 258 66 44 misol uchun shunaqa yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu narsa Jamshid degan odam 258 66 44 nomer ishlatadigan bitta bo'ladi. O'shaning uchun shu tomonlama ajralib turadi. Agar siz hammasini Jamshid deb qo'shib ketadigan bo'lsangiz, mijozlaringizni qidirayotgan paytda Jamshid deb yozsangiz, aytaylik sizga bir 5 ta 10 ta odam chiqarib beradi. Ulardan qaysi bittasiligiga sotayotganligingizni tanlovda qiynalasiz. Shu tomonni hisobga olib qo'ysangiz bo'ladi. Va albatta telefon raqam qo'shamiz. 97lik 258 66 44. Agar Jamshid yana qo'shimcha telefon nomeri bo'ladigan bo'lsa, o'sha aynan shu nomer ustida telefon qo'shishni bosib turib, ikkinchi nomerni yozamiz. 99lik 258 66 44 misol uchun. Kerak emasini o'chirib tashlash imkoniyatimiz bor. Xo'p, endi Jamshid bilan agar biz shu kungacha ishlab kelgan bo'lsak, uni qarzi bo'lsa, yo'q, bizning qarzimiz bo'lsa, o'sha qarz degan bo'limdan kirgizib qo'ysa bo'ladi. Aytaylik, Jamshidda bizdan 5 million so'm qarzi bor. Va ikkinchi ko'rinishda, misol uchun, $100 qarzi bor deb yozib qo'ysa bo'ladi. $100. Xo'p. Keyin bu yerda tanlab ketish mumkin. Agar Jamshid degan mana shu tanishingiz, u ham HIPPO tashkilotini, ya'ni HIPPO programmasini ishlatadigan bo'lsa, o'tga HIPPO kodini yozib ketsa bo'ladi. Bu kod nomer ustiga bosganingizda o'sha tashkilot kodi. Siz har doim HIPPO uchun pul to'laydigan INNingiz bor-ku, ana o'shani bu yoqqa yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bu keyinchalik ko'rsatib o'taman qayerda yordam berishini. Keyin Jamshid kelib mahsulot sotib olayotganda, unga to'g'ridan-to'g'ri mahsulotning qaysi narxi kelib chiqishini biriktirib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni har doim Jamshid kelib narsa sotayotganda unga aytaylik ulgurji narxda, ya'ni optim narxda kelib chiqsin deb belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, nima mahsulot olishdan qat'iy nazar mahsulotlaringizga ulgurji narxi chiqarib beraveradi. Va endi lokatsiyalarni ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, aytaylik Samarqand shahar, Kattaqo'rg'on tumani. Ish kunlarini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Dushanba, chorshanba, bu yerda tanlab ketasiz. Aytaylik 5 kun ishlaydi bu Jamshid. Bo'ldi. Va manzilini siz xarita orqali bu yerdan qidirib topsangiz bo'ladi. Misol uchun Jamshid degan odam aytaylik mana shu yerda bizning do'kon joylashgan deb belgilab ketamiz. Yoki aytaylik mana Chilonzor rayonida mana parkka oldida joylashgan deb ketamiz. Bo'ldi. Endi rasm qo'shsa bo'ladi. Xohlasangiz do'konning rasmini, xohlasangiz
Endi Jamshid o'zini rasmini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Olamiz, saqlash tugmasini bosamiz. Ketdi, endi shu Jamshidimizni mana ikki xil ko'rinishda keyin qidirsa bo'ladi. Xohlasangiz otini yozasiz, xohlasangiz nomerini yozasiz. 258 Mana Jamshid chiqib kelyapti. Uni qarzi 5 million so'm va 100 dollar. Mijozi manzili Samarqand Kattaqo'rg'on va mana buni bosadigan bo'lsak, bizga lokatsiyasini ko'rsatib beradi. Bu biz belgilagan lokatsiyamiz bo'lganligi uchun shu yerda ko'rsatyapti. Endi samo собой siz anaqasini o'sha Samarqanddagi yoki mana bu yerda manzil degan joyni tanlaysiz. Xo'p, qarzlar limitini qo'yib qo'ysa bo'ladi, u degan hozir to'xtalamiz. Endi biz kontragentlarni ikkinchi usulda qo'shib chiqishni ko'ramiz, ya'ni Excel orqali. Yangi kontragent qo'shish, kontragentlarni Exceldan qo'shish. Bundan oldin biz Excelni tayinlab olgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kontragentga ismlarini yozamiz. Hop, so'mdagi qarzini, valyutadagi qarzini, telefon nomerlarini va обязательно turini yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Turi ikki xil ko'rinishda, 1 yoki 2 soni bo'ladi. Bu odamlarni 1 degani bu mijozim degani, 2 degani bu menga mol yetkazib beradigan odam degani. Xuddi shunaqa qilib turib, endi faylingizni yuklang degan joyda загрузкаga kiramiz, kerak anaqani tanlaymiz. Bu yerda mana kontragent nomi ketdi mana. Bazadan topilmagan kontragentlarning soni 8 ta, ya'ni hech qaysini topmadi. Xo'p. Endi qarzi bu so'mda va yana qarzi dollarda. Bu yerda telefon raqami va mana bu yerda turi. O'zi yana qo'shimcha manzil, hudud, tuman, kenglik, uzunlik, mas'ul xodim hammasini to'ldirsa bo'ladi. Endi men minimal holatda buni ko'rsatib beryapman sizlarga. Xo'p. Endi olaman, buni saqlashni bosaman. Bo'ldi, 8 tasini ham hammasini qo'shdi. Endi men kerakligini misol uchun olaman-da, qidirib topaman. Mana bu odamni qo'shib berdi. Ko'rib turganimizdek, mijozlarimizning hammasini qo'shdi. Hop, endi biza yana qanaqa bizga qiziqarli informatsiya bo'lishi mumkin mijozlar bilan ishlashda. Mijozlar bilan ishlashda bizda marketing bo'limi bor. O'zi sozlamalarga kiradigan bo'lsak, mana bu mijoz cashbacklari bilan ishlashni yoqib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni biz o'zimizning mijozlarimizga bonus berish imkoniyati paydo bo'ladi. Hozir mana o'chirdim, mana endi yoqyapman, muvaffaqiyatli bajarildi. Ya'ni endi cashback bilan ishlasa bo'ladi. Endi marketing bo'limiga o'tib, bonus tizimiga kirib turib, biz qaysi mijozimizga mana cashback bonusini belgilashni bosib turib, qaysi mijozlarimizga aytaylik, hammasini tanlaymiz yoki qo'lda alohida tanlab chiqib, necha foiz cashback beramiz aytaylik, 5% cashback beramiz. Ya'ni umumiy savdasidan mijoz pul to'lagandan keyin o'sha qilingan summasidan 5% cashbackka oladi. Endi ikkinchi momenti bor, yana kimgadir qulay bo'lishi mumkin. Aynan mijozlarga emas, mahsulotlarga cashbackka belgilab qo'ysa bo'ladi. Mahsulotlarga 5% dan cashback beramiz deyish mumkin. Yoki hammasiga. Yoki ayrim mahsulotlarni tanlab, ayrim mijozlarni tanlasa ham bo'ladi. Undan hech qanaqa muammo yo'q. O'sha 5% cashback belgilanadi va saqlash turi bosiladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda cashbacklarni belgilasa bo'ladi. Bu sizga nimaga yordam beradi? Birinchi o'rinda mijozni ushlab qolishga, u sizga yana kelib qayta savdo qilib, sizni sotuvingizni oshirishiga yordam beradi. Sotuv paytida ham mijoz o'sha cashbacklarini ishlata oladi. Qanaqa ko'rinishda? Oxirida aplata qo'yganda, "Meni cashbackimdan olib qolgin" deyishi mumkin. Bitta narsani inobatga olinglar, agar siz mijozga qarzga sotayotgan bo'lsangiz, qarzga sotilgan narsaga cashback berilmaydi, chunki u hali pulini to'lamadi. Qachonki kelib pulini to'lab ketadigan bo'lsa, o'shandagina cashback unga yoziladi. Endi bizada CRM bo'limida yana sizlarga juda ham katta yordam beradigan momenti bor. Mana hozir qarz mavzusini ko'targanimda, mijozlar bilan o'rtadagi savdoni
ya'ni aytaylik mana Abdazim yo'q. Mana aytaylik Ahmad degan mijozimizni 30 ming so'm qarzi bor ekan. Bu odam bilan biz kelishdik, qachondir qaytarib berishiga. O'sha qarzdorlikni belgilab qo'yishni bosamiz. Summasi 30 ming so'm, eslatma sanasi. Ya'ni o'sha Ahmad bilan biz qachonga qarzini qaytarishni kelishdik. Aytaylik mana 7-ga yoki mana dushanbaga qaytarib beradi dedik. Batafsil ma'lumotlar kim? Ahmad qarzdorlik eslatmasi mamlaqa bajaruvchi xodimni tanlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni ishxonamizning ichidagi mana odam undan pulni olib olishi kerak va yana qo'shimcha ma'lumot qarzimni mana shunda qaytaraman soat aytaylik soat 12 larda beraman dedi. O'zingiz xohlagan kommentariyangiz, ma'lumotni yozib qo'ysangiz bo'ladi va saqlash tugmasini bosamiz. Endi mana 26/06/08 ya'ni 8-iyunda bu odam pul berish kerak deyilyapti. To'lovi kutilmoqda, tahrirlash, yopish. Ya'ni tahrirlab, misol uchun kunini o'zgartirsangiz bo'ladi yoki buni yopib yuborsangiz ham bo'ladi. Endi bu sizga nimaga yordam beradi? Nima uchun siz buni qilib qo'yishingiz kerak? Aytaylik siz o'sha Ahmad bilan kelishdingiz, dushanba kuni pulni beraman dedi. Sizni samo собой ishlaringiz ko'p. O'sha paytda esingizdan chiqib qolish ehtimoli bor. O'sha esingizdan chiqmasligi uchun sizga dastur mana shuni ogohlantirib turadi. O'sha Telegram botlarimiz bor, o'sha botlardan SMS boradi. Sizga ham, Ahmadga ham. Ahmad degan odam mijozingizga 8-da kelishilgan bo'lsa, unga 7-da boradi. Ya'ni san Ahmad ertaga mana odamga menimcha pul berishingiz kerak deb eslatma boradi. O'shanda Ahmad ertangi kunini rejalashtirishni ham boshlaydi. Ya'ni ertaga mana odamga pul berishim kerak deb turib, o'sha harakatini qiladi. Bu tomonlama sizga yordam beradi va o'sha 8-da o'sha kun kirib kelganda sizga ham eslatma beradi. Bugun Ahmad pul olib kelib berishi kerak. Buni qayerdan ko'rasiz? Birinchi o'rinda Telegramdan va yana tizimda qo'ng'iroqcha bor, o'shani ustiga bosib, o'zi umumiyda turadi yoki qarzlarga o'tib turib, mana Ahmad to'lov kutilmoqda. Yoki mana odam, mana Diyorbek degan odam bizga 22-mayda pul berish kerak bo'lgan, muddati o'tgan. Buni ichiga kiramiz yoki buni topamiz, Diyorbekga telefon qilamiz. Qarzingni qachon berasan deb so'raymiz. Agar mijozlarning hammasini yozib boradigan bo'lsanglar, o'sha kontaktlari, hamma nomerlari shu yerda turadi. Bemalol unga telefon qilib, o'zingizlarni pulinglarni olsanglar bo'ladi. Shu tomonlama sizga tizim yordam beradi.